Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmeler. İslam ve Biz programımızdan 164. sani görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz, hemmalığa malum boğandek, yıllardan bu yana devam kılıvatkan programımızda her bir Müslüman Kur'an, sünnet, nuru aslı düşünüş gerek boğan xilma-xil mavzularına ayrım temikan şekilde huzuruna sunuvatımız. Allah subhanahu ve ta'aladan sözlengen barlıq temalarını haqiqi doğru düşünüp, hayatımızga tatbiqlab, şunu yaşap hayatımızda Allah'ın rahmetiga erişken bendilerden kılışını tilab başlavatımız ve ahırlaştırvatımız. Tünügün biz e'lanımızda vergendeki bugünkü temamiz intayin muhim temalardan biri. Elbette biz bu program jarayonida hozirgacha xilma-xil Müslümanlar hayatida yuz berayotgan yangi ishlar mayli afat olsun bular haqidami shu o'z navbatida to'xtalib keldik. Bugünkü temamiz İsrail, Amerika, İran urushidagi shar'iy mulohizlar haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Elbette dünya şu urush qaynamaga cho'kkili yillar olib ketdi. Bir yerda to'xtasa bir yerda qon yoshlar to'xtamay davom qilyapti. Sharq Turkistonimiz asli o tarafda dunyoning eng vahshiy zulmini boshdan kechiryapmiz. Yana bu urush İsrailyaniki kuch bilan Amerika ikkisi birlikda Ironga qaratgan bu urush shiddatlik davom qilayotgan va hatto texamba kuchayib ketdi deb Trump'ın en ahırkı bergen 48 saat mühletiga 90 minut qalgan vaqtida 2 haftalik bir urush to'xtatish va suhbat boshlanishi haqida kelishim bilan dunyo biroz bir nafas olgan bo'ldi. Yana İsrailyaniki bu rayondagi dushmanligi davom qilyapti. Albatta bu bo'layotgan musulmonlar diyorida bo'layotgan bundaq bir fojialarni bir musulmonniki islomiy nuqtadan qanday qarashi, qanday mulohiza qilishi, qanday tushunishi kerak bo'lganligini islom dinimiz nuqtasidan tushunish muhim bir masaladir. Shuning uchun bugun huzuringizda buni suhbatlashamiz. Programmamizning har doimlik aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan Sharq Turkiston ulamolar birligi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariy taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. YouTube'dan emas, hozir Facebook'dan tarqatilyapti. YouTube'dan inşallah birdamdan keyin programmadan keyin YouTube'dan chiqadi. Programmaga aloqador fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda boshlab ketsak, hurmatli ustoz, bevosita oldi bilan şu dünyada bo'layotgan mayli urush bo'lsin, to'qinishlar bo'lsin, har xil krizislar, ofatlar, shunday masalalarga bu masalalarning o'zi masalan tasodifiy yuz beramdi yoki davlatlarning ochliqidanmi yoki boshqa bir narsalar bilan bunga dunyoda maydonga kelishgan bu narsalarga bu nuqtadan gap qilmoqsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua selamlar olsun. Dünyada uruş, yoki to'qinish, yoki krizis, yoki tabiiy afat, qaysi bir ish yuz bergan bo'lsa, bu Allah'ın iradesi, Allah'ın takdir, tedbiri bilan bo'ladi. O'zligidan tasodifiy shundan o'ttirib chiqib qolmaydi. Allohninki o'rinlashtiruvchi bilan urush yuz bergan bo'lsa, to'qinish yuz bergan bo'lsa, bu Allohninki yo'l qo'ygan bir qonuniydir. İnsanlarni bir-biri bilan mudofaa qilish orqali dunyoni qo'g'dash, himoya qilish, tinchlikni qo'g'dashdir. Valavla dafullohi nasa ba'dhum bi ba'zin lafasatis samawati wal ard. Valavla dafullohi nas bi ba'din lafasatis samawati degan oyatlarga o'xshash. Ammo shu urush yoki to'qinish yoki kirjiz yuz bergan vaqtida mu'minning qalbi darhol Allohga iltijo qilish lozim. Derhal bu urush yuz berdi, ya to'qinish yuz berdi, bu cho'chib ketmasdan, ya qo'rqib ketmasdan, xuddi dunyo mushnolardan yo'qolib ketadiganidek tuyg'u kelib qolmasdan Allohga iltijo qilishi. Allohning bu ishlar bir sinaq yuzsidan yoki birlarini ogohlantirish yuzsidan yoki birlar rahmat qilish yuzsidan tadbir qildiganlikni, taqdir qildiganlikni his qilish lozim. Bu vaqtida bu masalaga qarata
bir qalbida bir amallik, xotirjamlik shakllanadi. Ham to'g'ri muomala qilishdan o'rganadi. Chunki urush olsun, to'qinish kirisi bo'lib qolsa, bu o'zligidan paydo bo'lgan bir ish emas. Bu ishlarni Allohningki maxfiy askarlarining qatorida hisoblanadi. Bularning hammasi Allohningki taqdiri bilan va Allohningki cheksiz hikmat to'shqan tadbiri bilan barliq qildi. Bu Allohning o'rinlashtirishi bilan maydonga chiqadi bu ishlar. Bu dunyoga qarasak, bosh og'riqdan xoli, dard alamdan xoli, qasr ichida yashaydigan unday bir hayot emas. Bu hayot sinoq bir hayot. Sinoq hayoti bo'lganligi uchun hech qanday bir inson shaxsi olsun, yoki jamiyat olsun, davlat bo'lib qolsin, hammasi bu sinoqdan xoli qolmaydi. Hammasi sinoq doirasiga yoki bu shaklda, yoki bu shaklda duch keladi. Bu urush zamonida, to'qinish zamonida yoki kirsiz yuz bergan bu zamonda insonlarning bu sinoq qarta tutgan pozitsiyalari har xil bo'ladi. Ba'zi bir insonlar moddiy sabablarni qilish bilan birlikda Allohga iltijo qilib, Alloh tarafga yonadi. O'zining kimligini tonib yetadi. Ba'zi bir insonlar faqat moddiy sabab tayinib bilan kuchni shundan oladi. Masalan, qurol yaraq yoki texnika o'xshab bu narsa tayinib bilan bizning ishimiz mushtin bilan oxirgi bo'ldi, men xalqimni qila olayman deb o'ylab qoldi. Yana ba'zi bir insonlar o'zlari sabab qilmasdan, harakat qilmasdan cho'ng davlatlarni okutdi. Uning himoyasiga kirib, ashular bizni qutqizib qo'ydi. Ashular bizni xafalıqdan himoya qildi, dushmanninki tajovuzdan bizni qo'g'daydi degan bunday xiyol bilan yashaydi. Demak, insonlarningki bu unda to'qinish, urush yuz bergan vaqtda tutadigan pozitsiya har xil. Nimishqan bu urush yuz berdi, to'qinish, kriz yuz berdi? Desa Allohning bu sinoq qonunidir. Liyamizal xabisa minat tayyib. Kim yaxshi yo'lda maqdi, kim nachar yo'lda maqdi. Kim insonlik qimmati bilan ish qildi, kim shaytonlik xarakter bilan ish qildi, bu yerda bir farqlantirish. Buni sinash, ayirish uchun Alloh taolo bu qonuniyatni bekitgan. Albatta, bu urushdan kelib chiqqan vaqt yuqoridagi ba'zi bir sabablar bayon qilinsa, bu inson yaxshi ko'rgan bir narsa emas. Xo'sh. İnsan albatta amallikni tilaymiz. Her vakit xotirjamlikni tilaymiz payg'ambarimiz deganda. Lekin urush, to'qinish, yoki kriz, yoki tabiiy ofat shunga o'xshash ish insonning ko'ngliga darhol bir yaqinlik qilamiz. Ammo mushunday ish yuz berib qolib qolsa, buning bir ijobiy tarafimi bormi? Tabiiy odam dastlab yukib ketadigan, ansiraydigan, qo'rqinchi bosadigan, biroz vahimaga tushib qoladigan deganga o'xshash taraflar bo'lsa-mi, yana buning ijobiy taraflari bor. Mesela bunday ahvol yuz bergan vaqtida insonda yangi bir ong shakllandi. Masalan, deylik bir davlat, yoki bir millat, yoki bir xalq, falon akimiz davomli himoya qilib turdi, qo'g'dab turdi deb qaragan bo'lsa, bu xafalık kelgan vaqtida bir kriz, urush yuz bergan chog'da u ish bo'lmay qolib qolsa, to'xtab turib ish bo'lmabdi. O'zining aqlini topadi. O'zining kimligini tushun, o'zining qildigan vazifasini yoki tutadigan qadamlarini qaytaradi. Xafalık yoki musibat yoki kriz kuchaygan vaqtida bir yer bir iman canlanadi. İnsan ruhiy kuchga muhtoj. Boshqa vaqt his qilmasin, bir fojia, bir musibat, xafalık, ofat, kriz yuz bergan vaqtida insonda bir iman tuyg'usi shakllanadi. Alloh bo'lgan qaytish tuyg'usi kuchlanadi. Bu ishlarningki yana bir tarafdan qarag'an vaqtdagi ijobiy shakl. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtida musulmon kishi bu dunyoda her qanday bir ishni, yoki urush, to'qinish har qanday bir ishninki o'zligidan yuz berib qolmaydiganligi. Garchi uni u davlat, bu davlat yoki o shaxs bu shaxs boshlangan bo'lsa-mi, o'zligidan shakllanib qolmaydiganligi. Balki bu ishdan hammaga qodir, ma dunyoning egasi bo'lgan Allohningki tadbiri bilan, Allohning o'rinlashtirishi bilan, Allohning bilishi bilan, Allohning ko'rishi bilan, Allohning hikmati bilan bo'ladiganligini buni musulmon bilish lozim. Shuning bilan birlikda musulmon har vaqt umidvor bo'lishi. Bir urush, to'qinish yoki ofat yuz bergan chaq darhol o'zini yo'qotib qo'ymay, umidvor bo'lishi, umidsizlikka kirib qolmasligi, qo'lidan kelishicha sabab natija qonuniyat bo'yicha harakat qilishi bu musulmonlikning taqozosi. Shuning bu yerda urush hajab u yerda yuz berdi, bu yerda yuz berdi deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda garchi birlar sabab bo'lgan bo'lsa-mi bu ishga, yoki birlar qo'zg'ab chiqqan bo'lsa-mi, amaliyotda buni tadbir qiluvchi o'rinlashtiruvchi kimsa taqdir aqidasidan qaragan vaqtida bu koinotni idora qilayotgan, bu koinotni boshqarayotgan Janob Alloh subhanahu va taoloning taqdiri. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Endi albatta bu
kainatda hamda her daim siz degandek yuqorida masalan Allohning keliqi nejis bilan, nachar bilan yaxshini ayirish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirganmiz endi. Va shu yaqinqi zaman urushlariga qarasak, bizning vatandagi zulm, jinoyatlar Xitoyning qilayotgan. Dunyoning har qaysi joylarida bo'layotgan bu zulmlar. Masalan, shunda bir sharoitlarda bilgan shu eng yangi ko'z oldimizda butun dunyoning ko'z oldida bo'layotgan shu urush mezgillardami qarasak, masalan shu o'ldirilgan begunohlar shu xalqning ustiga qilayotgan, mayli G'azzadagi bo'lsin, keyin hozirgi davom qilayotgan ishlarda islomiy musulmon dunyosidami saplar ayrıldı ekan şu anda. Kimler bir türkümleri hücumga uçuruvchining sepida bo'lsa, bir türkümleri hücum qiluvchining sepida bo'lgan gap hamda. Mushunda masalalarda hamda bir musulmon albatta hokimiyat bilan xalq ayrilishi, begunohlar ayrilishi islomda hamma narsa jang bo'lsa-mu, qiz ayollarga, bolalarga dinimizdagi prinsiplar uchuq, ammo bilgan u narsani hatto xalqaro qonun degan narsalar hammasi axlatga tashilinib o'zlari tuzgan qonunga amal qilmasdan dunyoda bo'layotgan ishlarni ko'ryapmiz hamda. Mushunda masalalarda hamda shaxs bir musulmon bo'lish sifati bilan kimni zolim deb qarash kerak, zolimga, mazlumga qanday pozitsiya tutish kerak, bu masalalarda hamda musulmon qanday ayiradi bu masalalarni. Hattoki davlatimning mening sepimda turyapti deb zolim tarafda turadiganlar ham bor masalan. Zulm qiluvchi, hujum qiluvchi küçük taraf bo'lgan bo'lsa. Buni ikki taraflama tarmog'i bor masalan. Birisi ichki zolim, birisi ig'ir cho'ng zolim, yana birisi uningdan kichikroq zolim. Bu ichki zolim orasida to'qinish yoki urush yuz bergan vaqtida, masalan, hozirga o'xshash. Musulmonlarning bir qismi buningdan ikki xil ko'z qarashdi. Chunki umi zolim, bumi o'zigacha zolim. Birisi cho'ng zolim, birisi kichik zolim. Gerçi bu yerdeki to'qinish ba'zilarning ko'z qarashi bo'yicha ikki zolimning orasida yuz berayotgan bo'lsinmi, qaysini qo'llash yoki qaysi bilan ishi bilan qo'shilish degan o'xshash bundaq bir ko'z qarashda har xil bo'lganligi yo'q emas. Bu bir tarafi masala. Yana bir tarafi biz Uyg'urlar duch kelayotgan bir ig'ir qabullik var bu zamanda. Biz ilgirki programmalarımız ko'p qatim takrorlagandek, islom dunyosining bir asr mobaynida beshini ko'tarilmasligi gerçi sırtqi ko'rinishda mustaqillik ko'ringan bo'lsa-mu, lekin mohiyatda to'liq bir mustaqillik erishamagan kulrang doira deydigan siyosat falsafasi bo'yicha ya ayang tavamiz yoki mana bunda bir doira turayotganligini ko'plagan qarindoshlarimiz buni bilmaydi. Bu sababdan to'liq biz Sharq Turkiston masalasiga, Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'lish doirasi hokimiyat sohasida yo'q hisobda. Gerçi xalq tarafida qo'llash, islash qilish kuchli bo'lgan bo'lsa-mu, hokimiyat sohasi yo'q. Lekin g'arb dunyosiga qarasak, ya insonlik nuqtasidan yoki siyosiy manfaat nuqtasidan bizning masalamizda qo'llayotgan ahvollar mavjudmas mavjud. Mushdan qarab turib bir qism qarindoshlar yoki bir qism Uyg'ur tilliqlar, har ikkilisi bor. Ba'zi qarindishimiz, ba'zi Uyg'ur tilliq shaytonlar mavjud buning ichida. Qarab turib, bu biz taraf tuğanlık için zalim bo'lsin, başka musulmonlarga aziyat bersin, başka musulmonlarga irqiy qirg'inchilik qilib bersin, yani şunun sepini tutaversak bo'laverdi deydigan bundan bir xil holat, yoki bundan bir xil tasavvur bugun kunlikda mavjudmas mavjud. To'r dunyosi kengri bo'lsa kengri. Bular g'arb dunyosida yashagan qarindoshlarimizda va bir qism Uyg'ur tilliqlarda bu ahvol mavjud. Bu islom qanday qaraydi, musulmonlar qanday qaraydi, buni bir qaraydi. Gerçi u doiraga to'xtalamiz. Xo'sh, İslam aqidasida zalim yoki tajovuzchi qaysi birisi bo'lib qolsin, qaysi millatdan bo'lsin, qaysi davlatdan bo'lishi qat'iy nazar qabul qilinmaydi. Zalim yoki tajovuzchi kimdan bo'lsin, qaysi millatdan, qaysi davlatdan bo'lishi qat'iy nazar qabul qilinmaydi. Balki bu rad qilindi, uning qarish turish, taqobil turish dinimizda tashabbus qilindi. Zulmni cho'ng bo'lsin yoki kichikroq zulm bo'lib qolsin, buni qabul qilganligimiz. Zalimni zalim demaslik,
Tacavuzchini tacavuzchi deyanmaslik, zalim yoki tacavuzchi yenbesish qaysi bir sababdan yoki bahonalardan jon to'xtaydigan, to'xtamaydigan. Bu islom aqidasiga zid, musulmonlik ruhiga xilof bir ish. Buni musulmonlikni da'vo qiladigan har bir qarindoshimiz bu nuqtani obdan bilish lozim. Mal siyosiy pozitsiyani o'lcham qilinishi ilgari har qanday masalaga dinimiz qanday qaraydi? Islom aqidasi qanday qaraydi? Bu bir ijtihodiy masalami? Men bir xil ko'z qarashda, yana biz bir xil ko'z qarashda bo'lgan yoki prinsipal masala. Bu prinsipal masala. Biz masalan prinsipaldan bayon qilamiz. Endi qochiga o'xshash manfaat to'qinishga bir yer, u yoqana biroz kelamiz. Bu prinsipal masala. Xo'sh. Bu prinsipal masalada zulm cho'ng olsun, kichik olsun, kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, uni qabul qilish, zalimni zalim deyanmaslik, tacavuzun tacavuz deyanmaslik, dushmanga yon basish, bu islom aqidasiga xilof, musulmonlik ruhi zid bir ish. Ham ig'ir gunoh, zag'ir tilimiz aytib vaqt. Xo'sh. Musulmonda bir odam bu holati bilan, men yana sog'lom musulmon deb garchi umr qilsin, haj qilsin, yana bir cho'glab yursin, o o'zini oldigan imzolagan bo'ldi. Bu prinsipal bir masala. Chunki Qur'oni Karim keskin qilib bu yerda hech qanday shak guvoh qo'ymasdan "Vala tarkanu ilallazina zalamu fatamassakumunnar." Zalimlarning tarafini tutmanglar dedi. Zalimlarning sapida turmanglar, zalimlar yon basmanglar, uni aqlamanglar, ayda qilib qolib qolsang dozaqqa mahkumsizlar dedi. Oyatda hech qanday bu yerda boshqa tushuncha yo'q. Aniq ro'shan. Yani Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın tili arkalık "Falan akuna zahira lil mujrimin." Minin tutkan yolam, imanın yolu, peygamberlerin yolu, Müslüman müminlerin yolu mesela cinayetçiler herkes yantayak olmaydı, yardımcı olmaydı. Bu prinsipal mesele. Roşan mesele. Ama dinimiz bu nokta şunda roşanımız roşan. Enak mı odası enak. Bu şunda roşan boğanlık için şahs özgerisi. Yoki jamiyat o'zgarib qolsa, yoki davlatning ismi uchi-bo'chi bo'lib qolsa, o'zgarib qolmaydi bu prinsipal masala. Xo'sh. Yo'q, boshqasi bo'lsa anda aytdik, lekin avmandaq degan bilan bana qilinmaydi. Chunki bu yerda zulm eng yaqin odamdan bo'lsin-mi? Hatto yordam beradigan shaxsdan yoki jamiyatdan, davlatdan bo'lsin, buni rad qilish lozim zulmni. Xo'sh. Garchi bu yerda mazlum, biz yomon ko'radigan odam bo'lsin-mi? Gerçi biz yoqtirmaydigan odam bo'lsa-mi, yoki bizga husumatchi bo'lsa-mi, yoki mandaq yoki bu shaklda bir dushman qarilgan bo'lsa-mi, uning hissdoshlik qilish, qo'ldan kelsa yordam qilish bu iymonninki taqozosi. Chunki Qur'oni Karim bu vaqt keskin qilib ko'rsatmadi. "Wala yajrimannakum shan'an qawmin ala allatil." Bir kishilar bilan, bir millat bilan, bir davlat bilan bo'lgan husumatinglar, dushmanlikinglar, adovatinglar, o'chmanlikinglar, yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslikinglar pozitsiyada, hukmda, tasavvurda, ko'z qarashda adil bo'lmaslik sababchi bo'lmaslik. Men uni xo'sham yo'q bo'lganlik uchun manda. U meni yomon ko'rganlik uchun men yomon ko'rishim manda dedim. Yaxshi ko'rman, u ayrim masala. Garchi do'sting bo'lsin, dushmaning bo'lib qolsin, adil pozitsiyada. Ayda qilib qolib qolsa, u aqrabda musulmonlik mishadi. Samimiylik mishadi, dindorlikning o'lchami mishadi deb Qur'oni Karim bu masalani prinsipal masalaga ikkilyapti. Bu biz her bir Müslüman düşünüşü prinsipal mesele. Bunun da bunda yer yok bu meselenin tartıdığın. Hem de yukarı degenimiz okşaş bir menfaat tokunuşu var. Bizdeki hazırca yoki bir neçe ilgili yoki hazırcha bo'layotgan menfaat tokunuşu g'arb dunyosida ve başka bir kısım qarindoshlarningki menfaati başka bir dunyoda. Ayda menfaat kesishgan bir nimada yashayapmiz. Bu mesele qanday qilish lozim edi. Aqidamiz qarsak, zolimning tarafini tutmadi. Uning depini chanmadi. Uning safidan o'rnanma, uni aqlama, bazoq sanmadi. Milliy menfaatga yoki vatanimizdan menfaatga qarsak, boshqasi bilan munosabat o'rnatish yoki undan foydalanishga chaqirmoqda. Buni qanday maslashtiramiz degan bu savol tushdi. Bu savolni qo'ysa bu qarindoshlar bu sağlam sual qo'ygan bo'ldi, to'g'ri o'ylangan bo'ldi. Acaba bu masalani qilmasin, aqida nima deydi, musulmonlik nima deydi, u bizni dushmanimiz taraf turganlik uchunlam deblar, dushmani islomning dushmani, insoniyatning dushmani, yana bir payg'ambarning qotillari, yana birlarni uni bazoq salish, uni oqlashning o'zi bu islom ruhi musulmonlikqa, insonlikqa xilof bo'lish. Bu kelgan vaqtida biz bu prinsipimizda
jang turamiz. Xo'sh. Qalbimizda bilamiz, aqlimiz bilan tushunamiz, kuchimizdan yetishicha bu prinsipni himoya qilamiz. Endi biz milliy manfaatimizni qo'g'daydigan ishga kelsa, masalada boshqa musulmon qarindoshlarimiz ziyon yetkazmagan asosda, shartdosh. Boshqa qarindoshlarimiz ziyon yetkazmagan asosda foyda bilan ziyonni selishtirish deydigan bir o'lcham bor. Bu ishdan qanchalik foyda keldi, bundan qanchalik ziyon keldi. Bu bir fiqh, bu bir tushuncha, bu bir siyosiy nazariya islomdagi. Biz buni ilgari ko'p to'xtaldik. Foyda ziyon tushunchasi degan. Foyda musulmon qarindoshlar ziyon yetkazmagan asosda foyda ziyonni selishtirib turib, foyda manfaat bayani tep chiqib, u fursatni g'animat bilib foydalanish u ayrim bir masala. Ma prinsipga amal qilish, prinsipni bilish, tushunish u bir masala. Endi bu prinsipga taqashtirmay, musulmon boshqa musulmon qarindoshlarimiz ziyon ekkanmagan, ziyon umagan asosda bu dunyoda kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizningki yo'liga, o'zimizning ko'rishiga boshqalardan foydalanish uchun fursat izlagan bo'lsak, fursat kelgan bo'lsa, undan foydalangan bo'lsak, foyda ziyon tushunchasi asosida bu ayrim bir masala. Yo'lliq masalamiz yo'lliq masala. Mush masalani ko'pligan da'vogarlar, ko'pligan siyosat qilaman deganlar, ko'pligan aktivist yana birlar ko'pincha mush masalani ayirolmay qalaymagan so'zlab o'zlariga va boshqalarga ziyon etganmaydi. Bu masala aniq masala bo'lsa, aniq masala. Biz ko'p ilgari to'xtaldik bu masalada. Shunga har bir musulmon qardoshimizga bir sog'lom aqida, bir to'g'ri ideya, sog'lom bir tasavvur erishishini Alloh taolodan tilaymiz. Xo'sh. Savol. Shunday bo'lsa yetarli. Allah razı olsun. Hem de şu nöbetdeki mevcut İsrail'e, Amerika, İran bu uruş hakkındaki bazı normal bir mülahize. Ama bu savol deyilganimiz bu shar'iy ko'rsatmamiz. Yuqori chiqsa shar'iy ko'rsatma. Xo'sh, xo'sh. Ishkilesininki asoslari va dalillari va kallamizni aniq qo'llash lozim. Ama bugun bo'layotgan bu urushdagi masala bu tahlil. Bir shaxsiy tasavvur, shaxsiy ko'z qarash buni bu shaklda tushunish lozim. Balki meniki ko'z qarashim to'g'ri chiqishi mumkin, to'g'ri chiqmasligi mumkin. Balki boshqasidan to'g'ri chiqishi mumkin. Bu masalada hammasi o'z odam o'zininki aqliy tasavvuri, imkoniyati, iqtidori qarta o'tirib qo'ydigan masala. Endi bu urush bir oydan ortiq davomlashgan urushningki davomlashgandan keyin yaqinda her ishkili taraf urush to'xtatamiz deb, garchi uni davomlashtirib, u tarafi Allohu a'lam. Her ishkili taraf urush g'alaba qilganligini jakadi, tantana qilishdi. Xo'sh. Bu bir tarafdan qarasa yaxshi. Chunki bir taraf mag'lub bo'lganligini bo'lib qolsa, uning to'laysan deb nurg'on yana ishninki davom so'rilib chiqadi. Lekin biz ham bu masalaga qisqacha shaxsiy bir analiz bilan qarab baqadigan bo'lsak, birinchi bu urush qanday boshlandi? Amerika bu urushga Isroiliyaninki Epstein rasvochiligini bahona qilish orqali so'rab kelgan bir urush ekanligini aqli bor insonninki yoki siyosiy hayotni tushungan insonning ko'pincha biladigan bir haqiqat. Amerika bu urushga Isroilninki qisitishi bilan kirdi. Bo'lmasa Alloh burun buni o'zi boshlab bitirib qilib qoldi. 5-6 yildan so'rab yurmaydi. Bo'lmasa. Amerika bu Iron bilan bo'lgan to'qinishda g'alaba qila oldimiz, g'alaba qilamiz. Nimaga erishdi desa, erishgan bir narsa yo'q. Gerçi saatlab o'zgargan bir bahonalar hisob qilgancha erishgan bir narsa yo'q. Amerika bu qatim o'ziga yarashmaydigan bir ishni qilganlik uchun, xo'sh, bu ishni bir qatim emas, 20 yildan bir qilyapti islom dunyosida. Yevropa ittifoqidagi o'zining ittifoqdoshlarini bu urushga ergashtirib egiranmadi. Yolg'iz qoldi. Amerika o'zining bir cho'ng bir davlat, men dunyoning saqchisi deb qaragan, da'vo qilayotgan bir cho'ng bir davlat bo'lishibdi bilan Afg'onistonga hujum qilib nurg'un peshvo edi. Iqtisodiyotdan trillion yaqin ziyon tortdi. Iroqni ishg'ol qilib, kichik bir davlatlarga mushatib, u yerdami chiqdi, u yerdami o'zini to'kdi. Bu 3-qatimliq patqaqdi. Demak, bir cho'ng davlatga nisbatan bu kichik valiga o'xshash bir davlatlarga mushatishning o'zi bu cho'ng davlatdan keyin nimasini tushirib qo'ydi. Hayotining e'tiborini tushirdi. Xo'sh. Bu qatim Yevropa ittifoqdoshlarini bu urushga so'rab ekiranmadi. Yolg'iz qoldi. O'zining e'tiborini tushirib oldi.
sen nima sababdan hujum qilding, nima sababdan tajovuz qilding, bombardimon qilding deganda bu yerda bugungi insonlar zalim kim, mazlum kim? Kim yo'lsizlik qilyapti degan bu masalani hatto Amerikalikning o'zidan ta'ti bu masalalarni tahlillarni o'tirib qo'yapti. Xo'sh. Yevropada ko'rdik buniki nimalar. Ondan sırt Amerika'ya nurgun kurallarını ziyan tattı. İktisadi cihatımı ağır derecede ziyan kuşkadı. Demek netice eriştirmez, netice girmedi. Bu boğazını açtıydı. Bu boğaz burundan tattı. Uçak bir boğazdı bu. Düzülünden takalı kadar. Zaten o çıktı. Bu vaktince uğraşlarının sonra kıyığını açtık deyip galbi kılıp gösterdi. Ama bunu ulaşı toxtamazsa Arap koltuk rayonu deyip atalgan 5-6 devletler var. Buna özlerini himoya qilish uchun Amerikaga nurg'un milliard mablag' seladik. Saudiya, Qatar, Kuveyt va bir nechalar. Qo'q deyolmaydi Amerika mı? Demak, bu yerda Amerika bu davlatlarga qarta o'ziniki ishonchni yo'qotqizib qo'ydi. Necha vaqtdan ular milliard pul desam, hatta 500 milliard chiqarsan desam, ba'di nimishqa bizni qo'g'daydi deb. Bu qatam u obro'yiga dazg yetkazibdi o'zi. Ta'siri yo'q. Bunday ekan o pulga erishmamdi, yoki u ishonmamdi, hatto bu emas, boshqa birisimi biz har qancha qilsak, ya'ni bizni qilmay o'zini qiyil qilgan deydigan o'zining nimasini tushirdi. Bu reallikmi, reallik. Yana bir tarafdan qaragan vaqtida bu kona nimada hozir emas, burun tatib men mayda qaraydim. Bu Amerikaniki Ironni burundan tatib betaraf qilish undaq planim yo'q meniki tasavvurimda. Nimish qarasa, Amerika uzun zamandan beri İran'da böbüş göstü, muş Arap koltuğu devletlerinin besip gelegek, özüge tevakılık ergeçtiriyorlar. Bu reallık reallik. Biz olmaya kapkasak İranlık sistemisi yötedi de, muş tölevatkan pul ya İsrail'den qoğdaş ya ki İran'da qoğdaştı. İşkisini böbü kılıp nurgun pul aldı. İran'da böbü kılıp bu Arap koltuqidagi davlatlar hammasini o'ziga tava qilib ergashtirdi. Shu vaqtimizda İranni bu Arab dunyosini parchalashda ajoyib foydalandi. Balkim ba'zanlar voy Amerikalar İran davomli to'qinishayotgan, urushayotgan, tilishayotgan, mushtlashayotgan deb deyish mumkin. To'g'ri, ustalning ustiga qarasa hiylalam nishani. Ammo ustalning tagida bor ishlarni jiqlari tasavvur qilinmaydi. Masalan, eng oddiysi Obama zamanini qarasak, Obama zamanida İran ajoyib ittifoqlashadi. Onun hemkarlığını şu kon tarih qarsaqlan bilaleymiz. Amerika Irak'ni işgal qilgan vaqtida, kirgan vaqtida İrandan Şialar kimning tankisiga kirib İranni işgal qilib oldi? Amerikaning tankisiga minib kirib işgal qildi. Siyosiy hokimiyatni Amerika işgal qilgan bo'lsa, ammo jamiyatni İran Şialar tashlab qo'ydi, parchalashdi. Bu reallikmi real. Hatto Afg'onistonda nima hücum qilishda bu İranlikninki Amerika bilan bo'lgan ittifoqlashuv bu oshkor. Zaten bunun kon tarix qarsak mujiq. Humayni İran kelgan vaqtida Parijninki, Fransiyaniki öyle bir nima bilan kelegilek pishirib, pilallarning hammasini pishirgan Parij. Biz o konu tarixga kirmaymiz. Vaqaliklar bu. Shu bu tarafdan bu İslam dünyasını böladigan, parçalaydigan, böbököz her zaman faydalanadigan bunda bir kuchni Amerika hergizmi aldirab tamamen onunki hizmet tügmese onu yo'qotishga urinmaydi. Gerçi o çoğun kuchlar faydalanib bo'lib, vaqt kelgan chaqda cho'ridaga kep qolmasa. Belki manfaat to'qinishi bilan kelgan bo'lsin. Bu nuqtani bir asl foydali. Bu birinchi masala bo'ladi. Ikkinchi masala İran g'alaba qildik deb tabriklab tantana qildi. Bu bir qiziq. İran nimada g'alaba qildi? Nurg'un ziyon tortdi. Har tarafda ziyon tortdi. Liderlerini, reislerini, istihbaratning çoğlarını, harbiyning çoğlarını, kural yarakları nurg'un taraf ziyon tortdi. İran biz mustahkam turalidik degan. Buni bilan tantana qilsa bu haq. Lekin g'alaba qildi. Nimadan g'alaba qildi? Sen nimaga erishdi? Erishmadi. Xuddi Amerika erishmaganda bu İran erishmaydi. İranning bo'g'ini İran o'zininki nazariyasida, o'zininki urushda mustahkam turishi bilan o'zining mavjudligini, sistemasini va siyosiy hurlikini saqlab qolardi. İranniki bunchalar kuchli turishning bir sirvamiz sirva. Nima uchun bunchalar kuchli turadi? Xalq nima uchun ayrilib ketmadi yoki boshqa yerga o'xshash namoyish qilib chiqdi? İran sistemasındaki bu qatam
Canlıq turalishi eng zo'r ilg'or qurol bilan qurollangan bir kuchdan canlıq turali sababi e'tiqodga tayanganligi uchun. Gerçi bu Şianing e'tiqodi İslam aqidasi tasavvurida zalali azg'un bir aqida bo'lsa-mi, u ayrım bir mesele. Bu Şialar o'zining aqidasiga sodiq qolganligi, o'zining lideriga tamamen to'liq bo'ysunib ergishadiganligi bularningki bu urushda mustahkam turishiga, canlıq turishiga eng chong turtlik rol o'ynadi. Eng ilg'or qurollarning oldida eng mustahkam turg'izgan narsa bo'ldi. Bu qurol yaroqning ko'plik emas, bularningki iymonida. Gerçi qanday bo'lsa qat'iy nazar, gerçi ahli sunna bulunu azg'un deb qaragan bo'lsa-mi, o'zining iymonida mustahkam turganlik, chin turganlik. Bu sababdan dushmaniga bu zahiri urushda bosh egmadi, ham siyosiy hurlikini vatanni saqlab qoladi. Bu ikkinchi mulohaza. Uchinchi mulohazada İran, Qatar, Arabiston, Kuveytninki iqtisod manbasiga ig'ir darajada ziyon yetkazdi. Bu orqali Arab dunyosidagi o'zining e'tiborini taxmin tushirdi. İslam dünyasiga e'tiborini tushirdi va bu davlatlar bilan bo'lgan diplomatiya va boshqa munosabatlarni eng nachar holatga elib qo'ydi. Bu asar bir nuqtaga kelmasligi mumkin. Haqini vallohu alam. Bu urushdagi qisqacha o'taydi. To'rtinchisi bu urushda İran, Xitoy va Rossiyaning munosabat ilgari qargan chog'da kuchlandi. Ilgirimi kuchliqdi, bu qatam taxminmi kuchlandi. Xo'sh. Biz biroz ekan to'xtamiz. Garchi bu urushda Rossiyaning qo'li istixborot jihatdan kuchli bo'lsa-mi, yardım, maxfiy yordamlar ko'p bo'lgan bo'lsa-mi, ammo bu uch taraflama kuchninki munosabati kuchlandimi. Urush vaqtida kim asqatgan bo'lsa, buning munosabatning kuchlanganligi bu siyosiy nazariyada oshkor emas. 5-chi mulohaza bu urush eng ko'p kim foydali degan savol chiqadi. Mening nazarimda eng ko'p foydalini Xitoy. Rus foydali, iqtisoddan foydali. Mesela embargo amaldan qoldi. Ish kuchlining babayda Ukraina urushida yo'l qo'ygan neft satmaysan, uni qilmaysan, buni qilmaysan degan embargo, neftni ochsan, xohlaganini qilsan deganim bilan iqtisod jihatdan foydali, ammo uningdan bakrak foydalini Xitoy foydali. Bu nereden foydali degan savol chiqadi. Xitoy yuanininki xalqaro sohada dollarninki o'rnini besish mumkinchiligi yo'l ochildi. Bir qancha kunda Farqda uchun men dollar olmaysa yuan ekilsan. Demak bu Xitoyninki pulininki xalqaro sistemada dollarning o'rnini besishga birinchi qatam bu urush sababi bilan imkoniyat, sharoit tug'ildimi, tug'ildi. Undan boshqa Xitoyninki bir qism qurollari Xo'sh. va texnikalarininki bu urushda maxfiy rol o'ynagan bo'lishi kuchli ehtimol. Men keskin dalilim yo'q buningga. Quroli bormi, ishlatmadimi nagicha, ammo men kuchli ehtimol deb qarayman. O'tgan yili İran bilan Isroilga to'qinishgan vaqtida u zaten shakli bir musulmonlarni aldash uchun bo'lgan to'qinishdi. Shu atgan bo'lan nima atdi degan? Salata alaqatdi. Adam yo'q yerga tushdi. Adam yo'q. Bu o'tgan yili İranninki İsroilga atgan bu raktalari 8 soatda borgan. Bu qatim bir yilning ichida İsroilga atayotgan raktalari yoki pozlari 7 minutda beryapti. Bir yilning ichida bu qadar tez sakrash texnikasi nereden keldi? Kim berdi? Amerika berdimi desa? Yo'q. Burun bergan bo'lsa bu qatim qilsa. Rus berdimi? Rusdimi u qadar kuchli bir holat, balki biroz bo'lishi mumkin, u qadar kuchli olmasi mumkin. Buni tiziltayotgan bir texnika bor. Bu texnika nereden keldi? Buningdan Xitoyninki bu urushdagi oq tarafda qo'lining bog'liqi bu oshkor meniki nimamda. Balkim boshqalarning tasavvuri, balkim ba'zi bir mulohazachilar, ba'zi bir mutafakkirlar bu urush Amerika bilan nimaning urushi deb qaraydi. Xitoyning urushi. Bu oq parda ekan. Lekin zohiriy bo'lgan, oshkor bo'layotgan nahmaydan o'qib, ma'ni e'tiborimiz oxir qismi emas. Xo'sh. Shu eng cho'ng foydagini ziyon tortmay bu qatam Xitoy bo'ldi. 6-chi mulohaza, bu urush eng jiq ziyon tortgani, eng bichoralar tushib qolgan nimasi Isroil.
Bu urushni kim başlattı? İsrail başlattı. Ma ahir qatimliq urush to'xtatish kelishimda İsrail meydandan sıkıp çıkarıldı. Siyasi cihat yetim kaldırıldı. Urush to'xtatamdı, to'xtatmam degan bu ustalda İsrail tamamen bu süpürüp çıkarıldı. Buna dilam İsrail'ninki siyasi sahnada qanchalik ziyon tortganini ko'rib olindi. Ham bu İsrail davlat deb da'vo qilib qurilgan tortib eng og'ir zarba yegan vaqtda bu qatim bo'ldi. Xo'sh. Harbiy jihatdan, siyosiy jihatdan, istixborot jihatdan eng og'ir zarbaga bu qatim Iranning qo'li bilan uchirdi. Uni esa İsrailninki Arab islom dunyosidan to'xtamay qo'rqitib kelgan temir qalqon sistemasi Ironningki oddiy uchiqsiz dronlarni oldida o bardoshlik berolmaydigani, uning bir qattiq bir karomat binasi emasligi namoyon bo'ldi. Ilgari namoyon bo'lgan, bu qatim taqimmi namoyon bo'ldi. 8-si Amerika'ningki dunyoni qo'rqitib, hayvsalayotgan qurollar bor. F-35 ga o'xshash, avtomatikasi o'xshash va boshqa. Bu qurollarning hayvati bu qatim bu urush tushib ketdi. Tushdi. Oddiy demayli, lekin normal saviyadagi bir qurollarning oldida zarba yeyishi Xitoy va Xitoyga o'xshash bir qism davlatlarda Amerikaning hayvasiga jur'at qilish, ruhin shakllantirish mumkin. Kesib deyamiz. Chunki bu qatim urushda bu qurollarning qanchalik bir kuchga egaligi, buningki kuch-quvvat nuqtasi, ozlik nuqtasi bu oshkor bo'ldi. Demak, boshqa davlatlar bu Iran janida taqobil tug'an yerda boshqa birlari biz manda qilishimiz deydigan bir nimaga o'ylab qolish mumkin. 9-si bu urushda sun'iy aqlninki, sun'iy idrokninki bu tashviqot sohasi rolninki naqadar muhimligi, naqadar cho'ng rol o'ynaganligi hammalarga oshkor bo'ldi. Chiqayotgan ko'rinishlar, filmlar, bir-birini masxir qilishlar, rost xabar chiqib bo'lib, yolg'on xabarning chiqishi bu sun'iy aqlninki mayli istixborot sohasi bo'lib qolsin yoki tashviqot sohasi bo'lib qolsin, buning rolini naqadar cho'ng rol o'ynaganligini ko'pinchilarimiz buni his qilib yetdi. 10-muloyiza Jotlar bizning tilimiz mashhur bu ya İsrailning. Qur'oni Karim bularning sifatlari oshkor. Bu meningki dinim emas. Biz barliqmiz Qur'onni o'qiydigan, Qur'on tushungan kishilarnikida bu yahudlarning qanday bir qavm ekanligi Qur'oni Karimda bizning aqidamiz oshkor. Payg'ambarning qotillari, va'dasi tutmaydiganlar degan o'xshash sifatlari bu oshkor. Bu mashhur bo'lganda bu shialarning ichida aqida ozg'unligi mashhur. Ahli sunna musulmonlar nazarda bu shianing aqidasi buzuq deydigan. Gerçi islom doirasidan chiqib ketmagan taqdirda musulmon deb qaralgan aqidasi ozg'un deydigan bu ish ma'lum mening mashhur. Shuning bilan birlikda Safaviy zamonidan tortib 15-asrda bu shialar davlat bo'lib shakllangandan tortib ahli sunnaga bir foyda kelmaganligi mashhur. Bu ma'lumotni yoki ma'lumot deymaydi, bu haqiqatni bilish muhim bir masala. Bu masala. Endi bu har ikkilisidan qancha manfaat to'qinishiga nisbatan. Xo'sh. Boshqa temaga. Manfaat mushulardan va boshqalar foydalanish masalasi keldi. Bu ikkisiga qarasak, ikkisininki o tarafi bor. Bundan foydalanigini bo'lamdi, bo'lmamdi. Foydalanish qanday foydalanish lozim? Foydalanish qanday qarildi degan bu savol tushdi. Bu masalada yuqorida o'tirib qo'ygan prinsipal masalani ching turib, ya'ni boshqa musulmon qarindoshlar ziyon yetkazmagan asosda foyda ziyon selishtirish tushanchisini obdan o'zlashtirib, fursat va imkoniyat topib qolsa foydalanish u ayrim bir masala. Uning yo'l ochiqmas, yo'l ochiq. Bundan xarakteri bu, ahvoli bu. Lekin biz bir millat o'la suftimiz bilan bo'ldim foydalansak bo'lamdi degan bir savol chiqdi. Bizning qoidasi garchi yuqori degan bo'lsak yana deymizki, boshqa musulmonlarga ziyon yetkazmagan asosda foyda ziyon tushuncha asosida foydalanish fursati yo'li bormisiz. Balki buni bilan nurg'un masala oydinlashishi mumkin qarindoshlarimizning kallasida. Bu ikki masalani ayirib etmagan vaqtida masala juda chiqadi. Oxirgi 5 kunni tugtaylik. 11-muloyiza
Amerika generallari, urush ministri, yoki mudofaa ministri. Bular Injil shuarini ko'tarib chiqdi. Burunmi ko'tarib chiqdi deganda bu qatim taxmin oshkor Injil shuarini ko'tarib chiqdi. Aqsarayda poplarninki harakatlari, faoliyatlari ne kadar kuchli ekanligi bu qatim hammaylar ko'rdi. Bu nimani ko'rsatdi desa? Bugun bu ijtimoiy faoliyatimizda, aqida ko'rishimizda, vatan millat bu ko'rishimizda biz islomning ko'rsatmasi bu, musulmondachilikning ruhi bu, Qur'on sunnatni ko'rsatmoq, manda ish qilsa qo'ldisa, bu ish deganga dinni aralashtirmaydigan, musulmondachilikni aralashtirmaydigan, Qur'on sunnatning gapini qilmaydigan deb chiqanshiydigan bir qism Uyg'ur tilliklar. Bular bundan ibratni obdan olish lazım, obdan bir dars olish lazım. Aslında akıllarım bir yerde İncil'nin şu arı bilen iş kılıvadı. Sen çoğun biladigan yan birler Talmud'ninki, Tavrat'ninki ko'rsatmasi bilan jang kılıvadı. Bir yerde kıstırıp ötep kestik bir mesele. Amerika'da iki xil yo'linish var. Eğer şu to'g'ri bo'lgan bo'lsa, birisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ninki meydanga kirishini, yani dünya qaytadan tushishini tezlashtirish uchun urush qo'zg'ab, bu Arab dünyasını tamamen İsrail'nin qo'liga o'tkazib, saha hazırlab, Beytul Muqaddas'tan İsrail'nin merkeziga aylantirish lazım. Şu vaqt İsrail Hazreti İsa Aleyhisselam tez tushdi, buning fursat hazırlash lazım deydigan bu aqim bor. Bu buda bo'layotgan jang'niki bir qismini qo'llaydiganlar, balki shu bo'lishi mumkin. Yana bir qismlari biz bir Amerika bir cho'ng davlat, necha vaqtdan 50 yil mobaynida xato adashmasam, yo 70 yilmi, 50 yil Angliyadan kelgan dunyoning saqchisi bo'lgan, bizga tahdid bo'layotgan bir kuch bor. Rus debdi, Rus qulab qoldi. Bu Xitoy tahdidlari uni bilan tutsak ol deydigan bir aqim bor. Bu ikki aqim orasida cho'klab yuradi bu Amerikaningki siyosati. Birisi ayanda, birisi mayanda. Bu belki yuqorqi Amerika siyosiy Injil shuarlarga belki munosabatli bo'lsa kerak. Shuni qistirib qo'ydim. O ikkinchi mulohaza G'albi nusratninki moddiy sabablar bo'lgandek, ma'naviy sabablar bor. Ma'naviy sabablar bo'lgandek, moddiy sabab har ishkilasiga tang tutib menish lazım. Yuqorida ishorat qilib o'tgandek, İran gerçi aqidada xato aqidada bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zining aqidasi sodiq qilganligi va uning mustahkam esilganligi, chin dilidan o samim bo'lganligi, hattoki cho'nglar o'lsa-mu, normal odamlarmi biz bu yo'lga pida deb, agar gaplar rost bo'lib qolsa 20 million odam askar bo'lishga tizimlat o'ch degan gaplar xabar kangri raislarninki. Bu aqidaninki muhim qurol ekanligi. Agar aqida jonliq bo'lsa, küçük bir ideologiya bo'lib qolsa, eng ilg'or zamonaviy qurolning oldida moddiy sababchari bilan taqobil tura oladiganligi. Bu iymon qurolidan, bu ma'naviy quroldan voz kechgan bo'lmaydiganlikdan iborat. Bu mulohazni yoki bu darsni chiqardim. Xo'sh. Ko'p rahmat tafsili odatda so'z bo'ldi. Bir şey oxirlashtiraylik do'stlar programmamizni. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni o'sha yerda oxirlashtiramiz. Alloh umr bersa oldimizdagi sonimizda boshqa bir tema yuz ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.